Yo bir marta kelganmisizlar, domla, o'g'limni uylamoqchiman, qizimni chiqarmoqchiman, sunnatga muvofiq to'y qana bo'ladi deb kelganmisizlar bir marta? Bilmadim, yana bir 20 yildan keyin yaxshi bo'lib qolar. Bir ota jonivor ikkita, uchta qizini chiqarguncha eshakka chiqib ishlaydi, chiqarib bo'lgandan keyin brak bo'lib qoladi. Bir joydan bir kasal olib turgan bo'ladi, sahr bo'ladi, davleni oladi, xullas nogiron bo'lib o'tiradi. Qachonlardir tuzalar bu narsa ham, ha? Sabr qilaylikchi, 20 yil burun anaqa har xil bidiyatlarimiz bor edi, yengillab ketdi. Bu ham tuzalib qolar. Erkaklar javob beramiz qiyomatda qilgan isrofimiz uchun. Qayerdan topganimizga javob beramiz, qayerga sarflaganimizga javob beramiz. Va ishonaveringlar, uylanish, erga tegish oson. Agar shariatga, sunnatga muvofiq bo'lsa-chi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu hech narsa bo'lmagan. Xutomiya sovutini sotib turib, shuni pulini mahr, shuni pulini 2 kilo, 1,5 kilo xurmo bilan to'yda o'tkazib yuborgan payg'ambarimiz.